Xo'p. Present tenses tushuntiraman. Present tenses bular hozirgi zamonlar. Hozirgi zamonlar. Sorry, English yozib turibman. Hozirgi zamonlar. Present tenses bo'ladi shular. English is present tenses. Endi hozirgi zamon 4 ta turga bo'linadi, 4 qismga. Present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Hozirgi oddiy zamon, hozirgi davomli zamon, hozirgi tugallangan zamon, hozirgi tugallangan davomli zamonga bo'linadi. Bular juda ham oson. Bitta yaxshilab diqqat bilan e'tibor berib tushunasalaring, umuman bu zamonlarda qiynalmaysizlar. Juda ham oson mavzular. Endi hozir birinchi present simple bilan boshlaymiz. Present simple o'zi nima uchun ishlatamiz? Uni formulasi qanaqa bo'ladi? Shularda gaplashib chiqamiz hozir. Xo'p, present simple hozirgi oddiy zamon. Birinchi o'rinda men buni qoidalarini aytishdan oldin sizga formulasini yozib ko'rsatib beraman. Subject birinchi bo'ladi. Plus verb, ya'ni verb birinchi shakli plus object. Endi plus time expressions, ya'ni vaqt ravishlari, ya'ni present simple da keladigan vaqt so'zlar. Buni biz signal so'z deymiz. Keladi. Every day keladi. E'tibor berib turing, every day keladi. Siz every day da o'rniga, ya'ni day da o'rniga nima qilishingiz mumkin? Har kuni degan every day bo'lsa, siz har hafta deyishingiz mumkin. Har haftani o'rniga har oy deyishingiz mumkin. Har oyda o'rniga har yil deyishingiz mumkin. Bo'ldi. Shunaqa o'zgartirishingiz mumkin. Endi bitta narsaga e'tibor beramiz. Mana shu every ni o'rniga siz yana nima qilishingiz mumkin? Hozir yozib beraman. Ichdan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni every ni o'rniga siz each day, each week, each month, each year qilib ishlatishingiz mumkin. Buni ikkalasining ham tarjimasi har kuni, har bir kun, har hafta, har bir hafta deb tarjima qilaverasiz. Endi keyingi formulasi, ya'ni time expression har doim gapning oxirida keladi, vaqt ravishlari har doim gapning oxirida keladi. Endi nima bu? Once nima degani? Once degani bir marta degani. Once. Endi siz bir kunda bir marta demoqchi bo'lsangiz a day. Tushundingizmi? A day. Agar siz shuni o'rniga 2 kunda bir marta demoqchi bo'lsangiz, mana a artiklini ko'ryapsizlar, mana shu a artiklini o'rniga siz ikkinechi nima? 2. Tuni shuni siz to qilishingiz mumkin. To lekin bunda dagi ko'plik qo'shimchasi qo'shiladi, bilasizlar? Ko'plik qo'shimchasi qo'shiladi. Ana bir kunda bir marta demoqchi bo'lsangiz, once a day deysiz, bir kunda bir marta. Agar siz 2 kunda bir marta demoqchi bo'lsangiz, once 2 days. Agar 3 kunda bir marta bo'lsa, once 3 days. Oson, qiyin joyi yo'q buni. Endi siz shuni 2 marotaba demoqchisiz. 2 marotaba. Twice. 2 marotaba bo'ladi. 2. Xo'p. Bir kunda 2 marta demoqchi bo'lsangiz, a day bo'ladi. Agar 2 kunda 2 marta demoqchi bo'lsangiz, two days bo'ladi. Yana 2 raqami birdan ortiq bo'lganligi uchun undan keyin kelib turgan ot so'z turkumiga ham ko'plik qo'shimchasini qo'shyapmiz. Buni o'tganman, bilasizlar. Mana 2 kunda 2 marta, twice 2 days. 3 kunda 2 marta, twice 3 days qilib o'zgartira olasizlar. Bu juda ham oson. Endi siz mana 1 marta dedik, 2 marta dedik, endi siz 3 marta demoqchisiz. 3 marotaba demoqchisiz. Endi qanaqa qilamiz buni? Oddiy 3 nima? Necha degani? 3 bo'ladimi ingliz tilida 3? 3. Endi siz shu 3 ni oldiga times degan so'zni qo'shib qo'yasiz. Bunga alohida ibora yo'q, alohida so'z yo'q. 3 times 3 marta degani. 4 marta demoqchi bo'lsangiz 4 times. 5 marta 5 times. 10 marta 10 times. 20 marta 20 times deb o'zgartira olasiz. Tushundingizmi?
Endi men bir kunda 3 marta demoqchi bo'lsam, a day bo'ladi. Agar 5 kunda 3 marta demoqchi bo'lsam, 5 mi? 5. Ya'ni a artiklni o'rniga a ham qo'yib qo'ymaylar. Tushundinglarmi? 5 bo'lgandan keyin day degan so'zga ko'plik qo'shimchasi s qo'shiladi. Tushundinglarmi? Bir kunda 3 marta bo'lsa a day bo'ladi. Agar 5 kunda 3 marta bo'lsa 5 days bo'ladi. Mana shu signal so'zi, ya'ni present simple'da. Hop. Shuni o'rniga siz mana buni day bor, week bor. Shular o'rniga every morning, every day o'rniga, week o'rniga every morning, har kuni ertalab, every afternoon, har kuni odatda, every evening, har kuni kechqurun bilan o'zgartirishlar mumkin. Endi siz yana shu yerda nima qilishingiz mumkin? Bitta narsaga e'tibor bering. On Mondays degan so'zni qo'yishingiz mumkin. Dushanba kunlari. Mana bu ham muntazam qilinadigan ishmi? Har kuni qilinmasa ham ora-orada qilinadigan ishmi? Dushanba kunlari men sayrga chiqib turaman demoqchi bo'lsangiz, buni har kuni qilmaysiz, lekin baribir muntazam ravishda qilyapsizmi? Har dushanba chiqyapsizmi? On Mondays. Agar juma chiqyapman demoqchi bo'lsangiz, Fridays bo'ladi. Ko'plik qo'shimchasi qo'shilishi kerak, chunki dushanba kunlari, juma kunlari deyapsiz-da siz bu yerda. Mana shu signal so'zlari present simple'da va formulasi ham xuddi shunaqa aytgancha, present simple'da ikkita formula bor. Mana birinchi formula mana shu vaqt ravishlari bilan keladigan formulasi, mana shu birinchi formula. Hozir ikkinchi formulasini ham yozib beraman, keyin birma-bir qoidalarini tushuntirib boraman. Mana ikkinchi formulani ko'rib chiqamiz. Ikkinchi formula. Ikkinchi formulada nima bo'ladi? Subject. Darsdan birinchi aytib qo'ying. Ikkinchi formulada vaqt ravishi bo'lib adverbs of frequency keladi. Adverbs of frequency bular qaysilar? Adverbs of frequency degan tarjimasini yozib bering. Noaniq payt, noaniq to'g'ri yozildi, ne bu? Noaniq payt ravishlari. O'zbekchasiga noaniq payt ravishlari bo'ladi. Endi ularga nima ko'radi? Hozir aytsam, shularmi deysizlar. Adverbs of frequency ga always. Noaniq payt ravishlari har doim deyilyapti. Noaniq soat nechidaligi usually bo'lyapti. Odatda noaniq. Often ko'pincha noaniq. Sometimes ba'zan. Rarely kamdan kam, onda sonda. Sometimes rarely and hardly ever bor. Hop. Seldom bor. Seldom bo'ldi. Hop, usually often. Endi qaranglar. Bitta narsaga e'tibor beramiz. Rarely, hardly ever, never bor. Esdan chiqargan hozir yozasiz ekanman. Never, hech qachon degani. Mana shuni ajratamiz, yerda shuni ajratib qo'yaylik. E'tibor beringlar. Ajratyapman. Pastga olib tushyapman-da. Nima qilaman? E'tibor beringlar. Mana shular always adverbs of frequency deb ataladi. Mana shu always, usually, often, sometimes, rarely, hardly, ever, seldom, never ravishlari bu adverbs of frequency deb ataladi. Ya'ni bu o'zbekchasi noaniq payt ravishlari. Always, usually, often, sometimes darak gaplarda qo'llaniladi, ya'ni darak ma'noni beradi. Agar siz rarely, hardly, ever, seldom, never payt ravishlaridan foydalanadigan bo'lsangiz, sizga bitta yozaman. Sizga bu gapda inkor qo'shimchasi nima? Notni, ya'ni does not ketdi, present simple shunaqa-yu. Does notni inkor. Mana shu inkor qo'shimchasi kerak emas, umuman qo'yilmaydi. Qo'shimchasi umuman qo'yilmaydi. Mana undovni ham umma to'g'ri tashlayman. Qanunda mana
Bu agar unda 2 dan ortiq qo'yilsa nimani bildiradi? Kuchli ta'kidni bildiradi. Men kuchli ta'kid qilyapman. Qaralar endi. E'tibor beringlar. Ikkinchi formula present simple ikkinchi formulasini hozir yozaman. O'sha present simple ikkinchi formulasida adverbs of frequency ravishlari keladi. Noaniq payt ravishlari. Ularga always, usually, often, sometimes kiradi. Rarely, hardly, ever, seldom, never kiradi. E'tibor beringlar. Ajratdim. Agar rarely Mashka qizillab ketyapti. Rarely, mana rarely, hardly ever, seldom, never ravishlar qatnashgan gap o'zi inkor bo'lib ketadi. Tushundinglarmi? Inkor bo'ladi. Always, usually, often, sometimes qatnashgan gap bu daragligicha qoladi. Darak ma'no beradi. Men har doim tushlik qilaman, darak. Men odatda tushlik qilaman. Men ko'pincha tushlik qilaman. Men ba'zan tushlik qilaman deb qo'ysak, bu umuman darak, inkor ma'noni bermayapti. Agar siz rarely, hardly, bazo'r, zo'rg'a, kamdan kam degan ma'noni beradi mana bu. Never bo'lsa hech qachon degan ma'noni beradi. Shuni o'zi hech qachonni bildiradi. Hech qachon. Qolgani ba'zida umuman deyarli yo'q. Hech qachon ma'noni beraveradilar ham. Lekin never kabi kuchli emas. Xo'p. Adashmasam tushundilar deb umid qilaman shu joyiga. Mana shu rarely, hardly, ever, seldom, never qatnashgan gap inkor ma'noni beradi. Endi asl formulani yozib ketaman. Formulani yozib e'tibor beringlar. Formula ega keladi. Endi qizillanib ketdimi bu? Nima qilaylik buni endi biz? Ey, chiqandi bu yoqqa. Nechaqlik emas hozir. Mana bo'ldi. Hop. Basroqqa tushaman. Formulasini yozish uchun kattalashtiramiz. O'zimcha yaxshi turadi. Endi formulada subject ikkinchi formulani yozyapman, subject plus yo'q. Endi qarang, subjectdan keyin mana shu adverbs of frequency kelishlarga yozib ketaman. Always keladi. Always. Subjectdan keyin to'g'ridan to'g'ri. Usually keladi. Xo'p. Often keladi. Often, sometimes keladi. Keyin rarely, seldom keladi. Hardly ever keladi. Keyin hardly ever never'ni qo'yasizlar, seldom rarely bo'ldi. Mana shular egidan keyin to'g'ridan to'g'ri keladi. Bulardan keyin siz yana davom ettirasiz. Fe'lda, asosiy fe'lni qo'yasizlar. Verb. Yana undan keyin davom ettirasizlar. Object to'ldiruvchini yozasizlar. Bo'ldi. Shu ikkinchi formulasi. Endi men bularga bir gapni keyin tuzib beraman. Endi pastga tushamiz, endi qoidalarni ko'rib chiqamiz. Qoida. Formulasini yozib olasizlar, keyin endi qoidani yozishni boshlayman. Present simple'da birinchi qoidasi. Mana muntazam takrorlanadigan ish harakatlar uchun ishlatiladi. Muntazam takrorlanadigan ish harakatlar uchun. Endi siz muntazam takrorlanadigan ish harakati qaysi? Formulaga tushiraman. Misol uchun formulaga tushiramiz. Xo'p, har doim ertalab turib tishingizni yuvishingiz. I birinchi ega keladimi? Keyin fe'l keladimi? I brush my teeth every morning. Bu haligi formulamizni birinchisiga tushyapti. Endi siz shuni o'rniga yana men har kuni ertalab tishimni yuvaman deyapsiz. Shuni o'rniga siz men har doim tishimni yuvaman demoqchi bo'lsangiz I always bo'ladi. Brush my
teeth. Bo'ldi. Mana shu ikkinchi formulasiga tushadi. Ikkinchi formulasiga tushadi. Yana muntazam takrorlangan ish harakatlaringiz, ertalab turib tish yuvishingiz, bet yuvishingiz, nonushta qilishingiz, obed tayyorlashingiz, dars qilishingiz, mana shular har doim takrorlanib turadigan ish harakatlar uchun. Ikkinchi formula hech qachon o'zgarmaydigan ish harakatlar uchun ishlatiladi. Endi bu hech qachon o'zgarmaydigan ish harakat uchun. Misol uchun, nima bu? Example. U Londonda yashaydi desak, u haqiqatan Londonda yashaydi va o'sha yerda tug'ilgan va o'sha yerda yashaydimi? He lives in London. Bunda o'zi vaqt ravishi kerak emas. Tamom, o'zi doim muntazam ravishda o'sha yerda yashab turganligini bildiradi. Darrov O'zbekistonda yashab qolmaydi-yu. Xo'p, yoki u ofisda ishlaydi. Xo'p, she works in an office. U ofisda ishlaydi. Ofisda ishlab turgan odam dalada ishlab qolmaydi-yu, darrovdaniga. O'sha muntazam o'zgarmaydigan ish harakatlari uchun ikkinchi formula present simple bo'ladi. Uchinchi qoidasi umumiy haqiqatlar, tabiat qonunlari va qonun tutiga kirib qolgan ish harakatlar uchun ishlatiladi. Umumiy haqiqat, tabiat qonuni va qonun ichiga kirib qolgan ish harakat. Umumiy haqiqat bu nima? Misol uchun, quyosh, oymi quyoshmi? Xullas. Quyosh yer atrofida aylanadimi? Xullas, shu quyosh yer atrofida aylanishi yoki quyosh g'arb tomonda botishi, mana shular umumiy haqiqat, tabiat qonuni. Tushunyapsizlar-a? Mana shu tabiatda sodir bo'lib turgan hodisalar, tabiat qonunlari. Va qonun ichiga kirib qolgan ish harakatlar, misol uchun, temir 1500 gradusda eriydi, suv 100 gradusda qaynaydi degan gaplarimiz haqiqat, tabiat qonuni va qonun ichiga kirib qolgan. Hop, the sun orbits the earth. Mana aytayapman. Quyosh oy atrofida aylanadi degan gapi tabiat qonuniga kiradi, ya'ni qoidaga kiradi. Yoki temir 1500 gradusda eriydi. Metal melts at gradusda eriydi. Ko'rasizlar, mana sun ega bo'ldim, mana ikki ega, sun ega, orbit verb, keyin mana bu object. Keyingisi metal ega bo'lib, melts bu verb bo'ladi. Pastga tushamiz, keyin hop, keyingisi suv 100 gradusda eriydi, qaynaydi. Water boils at 100 degrees. Hop, suv 100 gradusda qaynaydi degan gapimiz. Quyosh. Hop. Quyosh. The sun sets in the west. Quyosh g'arbga botadi degan gaplarimiz umumiy haqiqat, qonunchiga kirib qolgan ish harakat bo'ladi. Bu uchinchi formulasi. Endi pastga tushib to'rtinchi formulasini yozaman.
To'rtinchi formulasida biz jadvalga solingan ish harakatlar uchun ishlatamiz. Jadvalga solingan ish harakatlar uchun ishlatamiz. Jadvalga solingan ish harakatlar uchun ishlatiladi bu. Endi jadvalga solingan ish harakat qanaqa bo'ladi? Misol uchun, aeroportda ko'z tushadi. Parijdan bo'lgan o'sha Parijdan Londonga mana samolyot soat 9:00 da uchib, 7:00 da qo'nadi degan gaplar mana shu jadvalga solingan ish harakat. Soat 8:00 da ona tili dars boshlanib, 8:45 da tugashi mana shu jadvalga solingan ish harakat. Yoki avtobus soat 6:00 da yuradi degan gapimiz, konsept o'sha 9:00 da boshlanadi degan gaplarimiz jadvalga solingan ish harakatlar hisoblanadi. Endi shu jadvalga solingan ish harakatlarni gapirish uchun biz present simple dan foydalanamiz. Xo'p, aytamiz. Avtobus, the train leaves, tark etadi, leaves at 6 p.m. Ya'ni 6:00 da yurishni boshlaydi demoqchi, ya'ni ketadi shu avtobus. Poyezd. Xo'p, maktab, school starts at 8 o'clock. Maktab 8:00 da boshlanadi. 8:00 da boshlanadi degan gapimiz jadvalga solingan ish harakat. Concert. The concert begins at 9 o'clock. Konsert soat 9:00 da boshlanadi. 9:00 da boshlanadi degan gapimiz ham bu jadvalga solingan ish harakat hisoblanib, shuning uchun biz present simple dan foydalanamiz. 5-qoidasida instructions and directions. Qo'llanmalar va yo'nalishlar. Qo'llanmalar va yo'nalishlar berganda ishlatamiz. Bu endi qanaqa bo'ladi? Qo'llanma va yo'nalish berish. Qana berasiz? Misol uchun, aytasiz. Mahallaga kelgan adashib qolgan odamga o'ngga burilasiz. O'ngga burilganingizdan keyin to'g'riga borib, keyin chap burilish kerak, chapga burilasiz. Chapga burilganingizdan keyin xullas shunaqa qilib yo'nalish berishingiz present simple dan foydalanasiz. Aytasiz shunda you turn burilasiz. Head left chapga burilasiz. Yoki to'g'riga ketasiz desangiz you go ahead. degan gaplaringiz mana shu qo'llanma yo'nalish berish bo'ladi. Qo'llanma berish bo'ladigan bo'lsa, misol uchun qo'llanma beradigan bo'lsangiz, ovqat qilishni o'rgatasiz. Birinchi piyoz solasan, piyozdan keyin go'sht solasan, go'shtdan keyin kartoshka, sabzi qilib tushuntirasiz. Mana shu qo'llanma berishingiz bo'ladi. Yoki un bilan suvni aralashtirasan va albatta tayyor bo'ladi degan gaplaringiz. You mix aralashtirmoq fe'l. Mana you ega kelyapti, va bir kelyapti mix. Aralashtirasan, flour unni nima bilan? Suv bilan. With water. Keyin albastiring tayyor. Deb qo'llanma berganingizni ishlatasiz. Mana shu present simple formulachasi. Endi yuqorida aytib o'tgan qoidani ko'rib chiqamiz. Mana e'tibor beringlar, mana ikkala formulani eski pastga olib qo'yaman eslatish uchun sizlarga. Birinchi formulasi nima edi? Birinchi formulasi ega kelardi, plus kelardi va bir kelardi, plus kelardi, object kelardi va everyday degan ravishlar kelardi. Ikkinchi formulasida subject kelardi, plus kelardi, always o'zida qolgan davom ettirib ko'rasizlar. Always kelardi, plus va bir kelardi, plus object kelardi va formula tugardi. Mana shu ikkita formulasi e'tibor bergan bo'lsalaring,
Biz birinchini ko'rasiz, you turn left degan gapimiz bor. Birinchi ega keldi. Mana you turn left birinchi ega keldi, keyin fe'lni birinchi shakli keldi va object keldi. Chapga burilasa. You go ahead ega keldi, verb keldi. You mix flour sen ega keldi, always ham qo'ymabdi. Ya'ni qo'yishlar shart emas u. Ega keldi, verb keldi, flour object to'ldiruvchi keldimi? Endi qarang, tepadan formula mana. Concert. Maktabini ko'rdik. Xo'p. Mana shu I always brush my teeth degan gapim bor. Men har doim tishimni yuvaraman degan gapimda I egani qo'ydim. Adverbs of frequency always, already, usually, often, seldomlardan birini qo'ydim, verberni qo'ydim va mana nimani qo'ydim? To'ldiruvchini qo'ydim. Tushundinglarmi? Formulaga shunaqa so'rasizlar, so'z tartibi shunaqa bo'ladi. Endi mana shu formula. Ana shu present simple'da ikkita formulasi. Present simple ikkita formulasi nima ko'rib chiqmayapti endi. Ana chiqdi. Present simple ikkita formulasi. Endi e'tibor beringlar, tepada aytdim. Bizda endi sariq bizga kerak emas. Bizda rally mana bu qiz sariq ketmayapti endi. Bo'ldi. Bizda rally va seldom, never, hardly, ever degan so'zlar bor edi, e'tibor bersang, eslasang, tepalatib ketdim haliginda. Shunaqa so'zchalarimiz bor bizni. Xo'p, endi aytdim. Endi chiqindi rang. Hozir tushundiraman ya, xishillab, qizil. Mana. Bizda shunaqa rally, seldom, never, hardly degan gaplarimiz bor. Bular qatnashgan gap inkor gap bo'ladi. Endi gap tuzaman. Aytaman. I deyman. Men I rally have breakfast. Endi buni nima qilamiz? Mana I rally have breakfast deyapman. E'tibor beringlar, rallyni qo'lladim. Rally qatnashgan gap inkor bo'lib ketadi dedim. Bizda not bo'lishi shart emas gapimizda. Agar siz rally, seldom, never, hardly degan ravishlardan foydalanadigan bo'lsangiz, o'zi gapingiz o'zi inkor bo'lib ketadi. Umuman darak ma'noni bermaydi. Endi I rally have breakfast degan gapimchi men tushlik qilmayman, ya'ni nonushta qilmayman degan ma'noni berib yuboradi. Tushundinglarmi? In the morning. Men tushlik qilmayman degan ma'noni berib yuboryapti. Inkor ma'noni beryapti. Inkor ma'noni berib yubordi. Men tushlik qilmayman deyapsiz. Rallyni qo'llasiz. Endi siz shu rallyni o'rniga seldom qilishingiz mumkin. Never qilishingiz mumkin. Hardly ever qilishingiz mumkin. Shularni never qo'ysangiz, bular inkor ma'noni berib yuboradi. Endi qaranglar. Buni tushundinglar? Bilasizlar, agar biz he yoki she itdan foydalansa, bundan keladigan verberimiz bor, verber bor. Ana shu verberga s qo'shiladi. Bilasizlar, buni s qo'shiladi. Endi qanaqa qilamiz? Qanaqa bo'ladi? U ishlaydi desam, u ishlaydi. He keldimi? He'dan keyin fe'l kelyaptimi? Verb work seni qo'shaman. Tushunyapsizlar-a? She kelyaptimi? She'dan keyin uxlaydi degan so'z qo'ymoqchiman. Sleep degan fe'lni qo'ydim. Verb sleeps bo'ladi. U misol uchun mushukka nisbatan deyapman, eat, drink milk. U sut ichadi demoqchiman. Drink. Itdan keyin verb keldimi? Seni qo'shaman. Osonmi? Qiyin joyi yo'q-a? Mana shu qoidasi
Endi buni so'roq shakli qanaqa bo'ladi? So'roq shakli qanaqa bo'ladi? So'roq shakli yozaman formulasini. So'roq shaklida do va does yordamga keladi. Bundan keyin siz egani qo'yasiz va yana qo'yasiz v1ni qo'yasiz. Yana plus qilasiz va objektni qo'yasiz. Va so'roq belgisini qo'yib qo'yasiz. Mana shu so'roq shakl formulasi bo'ladi. Misol uchun sen ishlaysanmi demoqchi bo'lsam, example. Do you work bo'ladi. Sen ishlaysanmi? Bo'ladi. Bunda ikkinchi formulasi hozir ravishlar bor edi-yu, always, usually kabi ravishlarda siz nima qilishingiz mumkin? Do does qo'yasiz. Do does plus egani qo'yasiz plus usually always ravishlardan birini qo'yib ketaverasiz. Plus yana v1 bo'ladi. Plus object bo'ladi. Bo'ldi. Do you usually work? Sen odatda ishlaysanmi bo'ladi shunday gapimiz. Do you usually work? Sen odatda ishlaysanmi bo'ladi. Endi bilasizlar, biz he, she, it uchun olamiz, doesni olamiz. Aytamiz. U o'qiydimi demoqchi bo'lsak, does she study? Tepada aytdimmi, fe'l bo'lsa she keladigan bo'lsa s qo'shamiz dediga, lekin bu yerda does borligi uchun, mana doesda s o'zi borligi uchun bu fe'lga s qo'yish kerak yo'q endi. U o'qiydimi degan savol chiqadi. Bo'ldi. Mana shu formulasi. So'roqni formulasi. Inkorni formulasi. Inkorni formulasi, mana pastga yozaman. Subject qo'yasiz, plus qo'yasiz, do yoki does doesga do doesga not qo'shasiz. Plus qilasiz, fe'lni birinchi shaklini yozasiz. Yana plus qilasiz, object qo'yasiz. Nuqta. Men ishlamayman demoqchisiz. Shunda ega ega tushdimi? Do bo'ladimi I-ga? Notni to'g'ridan to'g'ri qo'yaman va ishlamayman yoki men kitob o'qimayman demoqchiman. I read. Kitob o'qimayman. Book. Men kitob o'qimayman. U ishlamaydi. She does not work. U ishlamaydi mana. O'zi doesda s borligi uchun workga sani qo'shmayapti. Bo'ldi. Mana shu inkor formulasi.